Aslida samimiy duo, kichik ziyofat bilan o'tkazilishi kerak bo'lgan nikoh marosimlari afsuski bugungi kunda isrofgarchilik va dabdababozlik avj olgan tadbirlarga aylanib qoldi. Mana shuni hisob-kitob qilinganda respublikamizda o'rtacha bir yilda faqat to'yga ketadigan xarajatlarni o'zi 40 trillion so'mni tashkil qilar ekan. Bu hali o'rtacha hisoblanganda, endi haligi ba'zi birlardagi hisoblanmaganda 40 trillion so'm. 40 trillion so'mga qancha uysizlarni uyli qilish mumkin, qancha yetimlarni boshini silash mumkin, o'qitish mumkin. Shu pullar ilmga sarflansa qancha holat o'zgarishi mumkin. 40 trillion so'm og'ziga oson emas bu. Balki payg'ambar alayhisalom ham inna a'zaman nikahi barakatan aysaruhu maunatan deganlari, eng barakali nikoh xarajati eng yengili dedilar payg'ambar alayhisalom.